Assalomu alaykum aziz obunachilar va hurmatli Pavlonia qiziquvchilari. Yana bugun Pavlonia haqida ma'lumot berishni davom etamiz. Ya'niki 15-aprel kuni ekilgan Pavlonia nihollarimizni ko'rsatib boramiz. Ya'niki aytib o'tganimizdek, bu yerga FT-M1 Shantung nihollarini o'tkazganmiz, ya'ni ekkanmiz. Ya'niki bu yerda o'ziga xos chempionat bo'lib o'tyapti. Ya'niki FT-M1 Shantung o'rtasida musobaqa bo'ladi. Ya'niki ko'p klientlarimiz, ya'niki Pavlonia ishqibozlari bir savolga javob izlaydilar. Ya'niki FT zo'rmi, M1 zo'rmi, Shantung zo'rmi? Ya'niki mana shu yil oktyabrda shu savolga javob olamiz. Video yoqqan bo'lsa like va podpisatsiya tugmasini bosishni yoddan chiqarmang.